Voy. Assalomu alaykum. Ha. Sen bittang. Hemen çeniqqini ketgan, hozir ishxon kirishim. Ha. Qattiq unda qilsa qo'ymaydi. Foydani ozroq olsaqmi, lilla ish qilishimiz kerak. Ha. Shunda. Bo'ladi. Burungi ba'zi setiveringlar hamsa. Ha. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qanday yaxshimi? Bo'ldi, men degandek bo'lsin hamsa. Bo'ladi, ma'qul. Ma'qul qo'sh. Nihal. Ha? Здравствуй. Hello. Uyg'urchadan boshqa bilmaydi ekansiz-da. To'g'ri. Men bu shirkatning bosh liderimiz demoqchidim, qara. Men bu shirkatning bosh lideri bo'laman. Ha? Yaxshimisiz? Lekin sizda bir liderlarcha salopatmi yo'qkin, ha? Liderlar salopat degan qanday bo'ladi? Lider bo'lgan odam degan Italiyaning kostyumini kiyib, Angliyaning ko'niga, Fransiyaning gallastigini taqab, Amerikaning haybatli o'rindiqlarida o'tirib, u yoq, bu yoq piqirab qo'yib, bundoq qapoq degan himda turib o'tirish kerak. Mana shunda bo'lgan vaqtida liderlarcha salopat hosil bo'ldi-da. Lekin siz pek oddiy bo'lyapsiz-ku. Men mushda oddiy sodliqni yoqtirman-da. Kamtar odam ekansiz-da. Qara, bu kamtarlikni bag'o qarang. Odamni yomon jonsiz ko'rsatib qo'ydi qarang. Sho'ng'alashqa, menda xo'jayin bo'lgan odam degan liderlarcha salopatni mundaq bir hosil qilib, bo'lmaydigan ish xizmatchilar bag'o qarang. Ko'zga ilmas bo'lib oldi. Shunga sizmichi boyman degandek. Ha, boyman degandek ancha-muncha yasinib qarang. Ha? Mana ovoz bilan asta yemirib gap qilib, qapoq deganni liqqida turib, surlik bo'lib olish kerak. Qiziq odam ekansiz. Men siz degandek bunda qilolmaydi ekanman-da. Men bundaqlarni ham ko'rsam, g'idig'im kelib ekan. Bu bo'lmabdi. Lider bo'lgan odamning g'idig'i bo'lmaydi. G'idig bor odam degan gap qarang. Kulib turdi degan gap. Doim kulib turish insonning ruhini zaiflashtirib yotadi. Ma'vo liderning salobisini yabini yeksan qilib yotadi degan gap. Bildingiz? Toza tushunamadim-ku. Hech qisi yo'q. Buningdan keyin asta tushuntirib qo'yman. Ha? Qani keling, o'tiring. Ha, rahmat. Qani e'lon. Rahmat. Ha, menda bira ishingiz bormi-da? Qarab. Mushu shirkatinglarga direktor lozim deb e'lon berib kelsizlar. Shunday. Shu mush xizmatni o'zim bir qo'llab qilib, ishlab qo'yaymikin deb kelganman. Siz undaqda bizning shirkatimizning direktor qabul qilish to'g'risidagi shart-sharoitlarni ko'rdingizmi? Voy, ko'rimsam bu yerga keladimmi? Unda o'zi yaxshi. Bo'pti, intamiz qatnashib beqilamiz. To'xtang, siz bayatda meniki salom berishini toza tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin qarang. Men mush uyg'urcha, xanzucha, inglizcha, rus, qozoqcha, qirg'izcha, o'zbek, tatar, turk, hattoki ozarbayjoncha tillarni bildigan odamman. Intadan bo'la. Bizga tarjimon emas, direktor lozim. Intam elish bizning shirkatimizning prinsipi. Xafa bo'lmaysiz. Intani kim oldi? Mana men olaman. Siz? Siz mening bilimimga toza ishonch qilmayotgan bo'lishingiz mumkin qarang. Mayli. Imtihon. Nim bu? Tarjimoni? Ha? Nurg'un shirkatlarda ishlaganman. Ha, mundaqdan. Yaxshi. Bo'ladi. Unda bo'lsa savol. Siz bizning shirkatimizda nima uchun ishlamoqchi bo'lib qoldingiz? Javob. Shirkatinglarni dunyoga yuzlantirib, maslahatinglarni dunyoga tunutib, bu shirkatni yer sharidagi eng chong shirkatga aylantirib, dunyo shirkatchiligidagi bir obida tishlash. Undaqda sizning undan boshqa maqsadingiz yo'qmi? Bak qarang. Bak qo'saqni g'amila qilish, hayvondan qilmishidir. Pul uchun yashash chakin odamlarning qilmishidir. Men shirkatimizning dunyoga yuzish uchun bola chaqam oshqasini rozi.
Acaba siz bizden şirketimizde işleyen maaş elip, ailenizde kandığınız yok mu? Bak qara, boy dedim bu. Bak qo'saqni betlash hayvondan qilmishidir. Demek siz bizden şirketimizde işleyen tutup maaş almaysa? Olmaymi? Neymiş bu? Bak qara, mencha maash bera. Mana shu shirkat xizmatchilarininki yo'qligimizni mana o'zim tutma qara. Bularning shu xizmat kechikkandan chiqib qilingan maoshidan o'zimning maoshini chiqarib olaman. Manda bo'lgan vaqtida sizga mo foyda, shirkatning ish unumi maoshidir. Men o'zimning xarajni o'zim topgan bo'laman. Yaxshi. Unda bo'lsa siz yana shu bizning shirkatimizni taraqqiy qildirishda yana qanday tadbir choralarimiz bor? Mushu shirkat xizmatchilarining 3 dan 2 qismini qarang. Bir oydan 2 oygacha maosh bermay, sinab o'rnashtiramiz deb qabul qilamiz qarang. Sinab vaqti to'shay degan vaqtida bularning hammasini sinab o'tamizlar deb ishni bo'shtimizda yana bir turkum xizmatchilarni qabul qilamiz. Yana sinab yana bo'shtim, sinab bo'shtim. Demak, Moshunda qilganda ularga maosh bermay turib, shirkatning nurg'un pulini tejab, shirkatni iqtisodini gullantirgan bo'ldi. Mana buni biz mablag' solmay turib odam ishitish deb ataymiz. Demak, kishining haqqini yeymiz, shundaqmi? Maqara. Bu dunyo degan bu dotlarning haqqini aqllar yeydigan dunyo edi. Canım qarindishim, bu jahonning egisi va kishining haqqini yegan odamning gunohidan hech kim o'tamaydi. Siz qarab turib, meni shundaq ig'ir gunohni qilishga da'vat qilyapsiz? Lider efendim, cho'ng biliqning kichik biliqni yeydigan bir qonuniyati bor edi. Biz biliq emas, odam, birodar, odam. Shu biliqni yeydigan cho'ng biliqdek odam bo'lmoqcha, bu shirkatimizni dunyoga yuzdan birga olmaydi. Bo'ldi. Bundan boshqa yana planlarınız bormi? Topdim. Buningga ancha-muncha tayyorligim bor. Topdim. Biz buni o'qiramiz. Men bu e'lonni hikoya film qilib ishlayman. Butun odamlar ko'rgandan keyin ishondirgida qilmayman. Qanday qilib? Masalan? To'xtatir, men hisiyatim deb olay. Muzika. Mana. Bir moch farzand 100 yosh kirgan bir kasal onani davolatmoqchi bo'lib, bir qancha doktorlarga bordi. Lekin doktorlar amal yo'q. Analarning oxiratiga tayyorlatib qo'ydilar deydi. Farzandlar qoni yomg'ir yig'ilishdi. Bichora ona jon talishib sakrab tushdi. Ana jon talishayotganda bir nafasi shirkatimizning maslahatini ko'rib qoldi-da, ilibni kirib mo'mayning og'ziga valaqqizni qo'ydi. Shuni o'ylab mo'mayning jini shapqidi kirdi-da, o'rnidan likkidli turib, jiloyim Bakara, şunun bilen bu mo'may mo'nliq etib dardimangdi. Taqi chiqib yordimangdi. Dünya tizib sayohat qiladi. Ko'llarda suv uzidi. Yugurish musobaqasida qatnashib, chempion bo'ladi. Mushtlash musobaqasida qatnashib, oltin medal oladi. Yondan e'lon so'zi beriladi. Sizni beqachon qilgan onangizni kunning seriqini ko'rib, natija qozonsin desangiz, shirkatimizning sog'lomlik maslahatini setib olaman. Vafodor bolalarning do'sti, kuyimchan onalarning baxti, o'lmaslikning to'g'risi. Şirketimizden sağ olsun. Qanda bulandiki, mana buni biz rang deymiz. Jangda rang bo'lmasa, qalbi qig'il bo'lmaydi. Jang deganni dushman bilan qilamiz, birodar. Bizning ishlab chiqarayotgan bu mahsulotlarimizni bizning dushmanimiz emas, balki o'z xalqimiz, qarindoshlarimiz iste'mol qiladi. Tushundingizmi? Lider, hey, sizniki bu mahsulotning odamlarga foyda qiladi yoki ziyon qiladi? Albatta foyda qiladi. Albatta, men shu foyda qiladi deb tashviqot qilmoqchi bo'lar. Bizning mahsulotlarimiz hozirgi insonlarning kutinishiga bop keladigan yaxshi mahsulot. U hech qachon siz deganga o'xshash o'layotganlarni terildirib, yugurish musobaqasi chempion qilib o'tolmaydi. Biz shirkatni taraqqiy qildiramiz deydi ekanmiz, rangvozlikni tashlashimiz kerak.
Lider efendim, rangvazlık qilmay turib, g'albi qig'ilib olmaydi. Siz degan bu plan bo'yicha nom chiqarman deydi ekanmiz. Bizning shirkatimizning yaxshi nomi chiqmasdan, balki siz nomi chiqib ketarmikan, efendim? Astagfirullah. Ey, mayli siz nomi chiqamdi yoki yaxshi nomi chiqamdi, oldindan nom chiqarish hammadan muhim qarang. Hey, nom yo'q odamdan nom bor, dong yaxshi degan gaplarni anglatgansiz-da. Anglagan, to'g'ri deysiz. Hozir nurg'unlar shundoq nom chiqaryotdiki, ba'zanlar odam tillash orqali, yana ba'zanlar bo'lsa o'zining eski xilqlarini, nachar illatlar bilan nom chiqaryotdi. Masalan, siz hozirning o'zida kiyim-kechaklaringizni sevib ko'chaga chiqsangiz, bir kundan nomingiz tushdi. Bundaq nomning bizning shirkatimizga ne foydasi? Ha? Bu biz lillaliklarning mezoni, tushunib oling. Astagfirullah. Ey birodar, men sizga dey qarang. Sizning pul tepish niyatingiz yo'qmi? Pul tepish niyatimiz bor, albatta. Lilla ish qilib, lilla gap qilib pul tepish niyatim bor. Qarang. Men lilla gap qilib bu ishning lilla ish qilma deb oxirini chiqarib o'g'li bo'lmasmiki? Ha? Bu kallangizni ishlating, hissiyatni berilmay, parasatlik bo'ling. Men kambag'aldan voqqa qarang. Lilla gapiga hech kim ishonmaydi. Shunga parasat payt, men parasatingizga tayinib qarang. Pul tepib beyg'ondikin har qanday gap qilsangiz, lilla gap anglandi. Shundaqmi? Pulovaning gapi o'ng, pul yo'qning gapi to'ng degan gaplarni anglamaganmisiz? Tashi. To'g'ri. Lider. Bayatim men degan e'lon so'ziga voqqa qarang. Intayin dongliq odamni birini tep qo'ygandim. Agarda u odam chiqib, mush televizor e'lonida mush gaplarni qilib turadigan bo'lsa, shirkitingiz dahshat taraqqiy qildi juma. Shunaqmi? U kim? Men. Siz? Shunaq, men o'zim chiqadigan bo'lsam, u chaqda qanday pul topadiganingizni shu chaqda ko'rsiz juma. Bundaqdan. Siz bizning shirkatimizning mahsulotlarini iste'mol qilib boqqanmi? Yo'q. Siz bizning shirkatimizning mahsulotini iste'mol qilmay turib, qandaqsiga uni maqtab e'loniga chiqsiz? Voy, bu deyverdi. Pul bersin chiqavermanda. Qarang, jinim qarindishim, e'longa chiqmoqchi bo'lsangiz, uni maqtab, uni iste'mol qilib ko'rib boqqandan keyin, uning unumini haqiqiy to'lib yetgandan keyin, anandan keyin e'loniga chiqing. Chiqqandimi, lilla so'z bilan maqtab chiqing. Oshirib etmang. Chunki siz maqtayotgan bu mahsulotni o'zingizning urug' tuqqanlari, o'zingizning xalq iste'mol qiladi. Siz o'zingizga rang bilan jang e'lon qilsangiz, oxirida mag'lub bo'ladigini yana o'zingiz. Intan tamam. Men hali chiqqan ishlayman. Imtihon o'tganmi? Kechiring, imtihonni o'tamidingiz. Shundami? Ha? Lekin efendim, lilla degan shirkatimizni billa deb o'zgartib qo'ymoqqa qarang. Butun mahsulotimizning soxtligini ishlab, shirkatimizga bombardimon qilib, vayron qilib etdi yana. Soxtamal ishlab chiqargan odam vayron bo'lmay qolmaydi. Tushundingizmi? Agar turmid yotqingiz bo'lsa, shunda qiling. Eng yaxshisi siz makallangizni yaxshi ishlarga ishlatib, yaxshi yashag'iningiz tuzuk. Bo'landa mening yana qildigan boshqa ishlarim bor. Chikatsangiz bo'ladi. Xo'sh. Xo'sh. Ey, to'xtang. Mening rasli bu shirkatinglarda ishlagan batdi. Xayr. Rahmat. Men qandaqsam shirkatinglarda ishlab qolalayman. Siz qachon lilla gap qilib, lilla ish qilgan chig'ingizda bizning shirkatimizning darvozasi sizdek ham sizdeklarga davomli ochiq.